Bu videomiz sabzi salatchi akalarimiz va opalarimizga bo'ladi. Bu aparatimiz Xitoydan keltirilgan zavodskiy aparat bo'ladi. Bu aparatimiz asosan qizil sabzini salatga to'g'ri beradi. Hozir videodan uzoqlashmay turasizlar. Bu aparatimizni to'liq video obzorini ko'rsatib beramiz sizlarga. Aparatimizni qilgan ishini ko'rdilaring. Endi bu aparatimiz to'g'risida to'liq ma'lumot beraman. Bu aparatimiz zavodskiy, boya aytganimdek, Xitoyniki 224 ga ishlaydi. 1,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. Soatiga 300 kilodan 600 kilogacha bunaqangi sabzilarimizni tayyor mahsulotga aylantirib beradi. Quvvati 1,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. Kimga mana shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. O'zimiz yetkazib beramiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamma joylarga dastavkamiz bor, kelishilgan holda.